Kitob zamonlar dengizida sayohat qilayotgan va o'zining qimmatbaho yukini avlodlardan avlodlarga tashiyotgan hikmat gemasidir. Yaqindagina viloyat hokimligi tomonidan 2025-yil Farg'onada kitobxonlik yili deb e'lon qilingan edi. Ushbu munosabat bilan joriy yilning may oyida Kitob tafakkur xazinasi shiori ostida xalqaro kitobxonlik festivalini tashkil etish va o'tkazish belgilangan. Bu viloyatimizda kitobxonlikni targ'ib qilishning eng yaxshi yo'li bo'la oladi nazarimizda. Ma'lumki, hozirgi kunda yurtimizda kitobxonlik madaniyatini oshirish, kitobxonlikni aholi o'rtasida keng targ'ib qilish juda ham muhim masalaga aylandi va bu bo'yicha prezidentimiz ham juda ko'plab loyihalarni, qaror farmonlarni imzolayapti va shunday loyihalardan biri o'zimiz viloyatimizda ham hurmatli viloyat hokimimiz Xayrullo Hayitboyev tomonidan ilgari surildi. Ya'ni 2025-yil viloyatimizda kitobxonlik yili deb e'lon qilindi va kitobxonlik yili dasturi doirasida bajarilishi lozim bo'lgan juda katta loyihalar belgilab berildi. Shunday loyihalardan biri mana bu yil 2025-yil may oyi davomida Farg'ona viloyatida xalqaro kitob festivali o'tkazilishi belgilandi. Viloyat hokimligi tashabbusi bilan axborot kutubxona markazida tashkil qilingan matbuot anjumanida mazkur tadbir haqida jurnalist va blogerlarga ma'lumot berildi. Ular tomonidan berilgan taklif va mulohazalar ham tinglandi. Ma'lumot o'rnida aytishimiz mumkinki, ushbu festival kitob yarmarkalarini, mashhur asarlar va ularning mualliflari haqidagi qisqa metrajli filmlar taqdimotini, bir qator ko'rgazmalarni ham o'z ichiga olgan. Festivalda 10 dan ortiq davlatlardan taniqli shoir va yozuvchilar, ijodkorlarni taklif qilish ham ko'zda tutilgan. Mazkur jarayonlar haqida albatta dasturlarimiz davomida xabar berib boramiz.